Rossiya o'zi aslida ma'sum, samimiy bir davlat. Uning joylariga NATO ko'z olaytirganligi uchun shunaqa vaziyat kelib chiqdi. Keyin Qozog'istonga qilayotgan tuproq davolari, joy nimalari ham aslida bo'rttirilgan. Unaqa Qozog'iston bilan Rossiya har doim yaqin hamkor, qo'shni davlat bo'lib yaxshi niyatda keladi-yu, lekin bugungi kunda buni o'sha Yevropa har xil propaganda bilan qozoqlarga bosim o'tkazmoqchi yoki Qozog'istonni bir qismini olmoqchi degan nimani bo'rttiryapti degan qarashlar ham bor. Bunga qarshi bo'lgan o'zbek jamoatchiligi ham bor. Albatta dedi, o'zbek jamoatchiligi ham tashvishlanyapti. Nafaqat o'zbeklar, butun To'rondagi qirg'izlar ham, mana qozoqlar bilan juda yaqin xalq, boshqa turkmanlar ham, tojiklar ham o'sha masalada biroz ikkilanib qolishgan. Shunga bir aniqlik kiritib ketish kerak-da. Aynan Rossiyaning Shimoliy Qozog'istondagi Semipalatinsk deydi, Semey deb aytadi bugungi kunda, O'skemen degan, O'skaminogorsk. O'zlari qozoqlar O'skemen deb aytayapti. Pavlodar degan joyi bor, Petropavlovsk degan joylari bor. Hozir qozoq qardoshlarimiz, bovurlarimiz bunlarning nomlarini o'zgartirish kerak deyapti ham hattoki. Rossiya tomonidan ayrim ziyolilar, tarixchilar bular siyosatchilar bu yerlar o'zi aslida Rossiyaga tegishli bo'lgan deyapti. Bizni jamoatchiligimiz mana shu masalada ham ikkilanib qolyapti-da. Biz aytayapmiz, o'zi aslida Volga bo'yidan ham g'arb biroqda edi, u Moskva tomonlarida edi rus davlatchiligi. Qanday qilib undan 2-3 ming chaqirim uzoqlikdagi sharqdagi Shimoliy Qozog'istondagi joylar ularga tegishli bo'lib qoladi degan bir narsaga savolga bir javob berib ketish kerakmi yoki o'zbek jamoatchiligi, umuman Markaziy Osiyoliklar bu haqda yaxshi ma'lumotga yaxshi xabardor emasligidanmi? Ba'zilar o'sha ularning joyi bo'lgan ekanda u yer, shuning uchun olishi tabiiy degan gaplarni ham aytganlarga ko'zimiz, quloqimiz bilan eshityapmiz, ko'zimiz bilan guvoh bo'lyapmiz.